Davom etamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun mehmondo'st studiyamizning navbatdagi mehmonlari ham allaqachon o'z o'rinlarini egallab o'tirib olishgan. Ularni tanishtirib o'tsam maylimi? Qarshimasman. Baxmal tumanidan tashrif buyurgan hunarmandlar Tugalov Zayniddin aka hamda Sherov Avazbek aka bugun studiyamiz mehmonlari bo'lishadi. Mana shunday ajoyib qo'l mehnatlari bilan birgalikda tashrif buyurishganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Studiyamiz oqqushlar bilan to'lib toshdi. To'lib toshdi. Burgut ham bor. Men to'g'rimi? Tasvirchilarimizga iltimos qilgan bo'lardim. Qo'limdagi. Shular o'ylaganimdan biroz yengilroq ekan. Juda yengil demayman, lekin o'ylaganimdan yengilroq ekan bu qushlar. Endi bu haligi yashil hududda, xonadonimizda, shahrimizda ham mana shunday oq qushlarni, boshqa turli hayvonlarni ham ko'ramiz va bu o'ziga xos kishiga zavq beradi, kayfiyat beradi. Va keling, suhbatni bunday boshlaylik. Avaz aka, Zayniddin aka, kadr ortidagi suhbatimizda Durdona asosiy yo'nalish bu emas o'zi aslida hunarmandchiligimizda. Bu qo'shimcha yaqinda boshladik. Buyurtmalar bor, ularni amalga oshirib yanada kengaytirmoqchimiz. Ya'ni bitta yo'nalish bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz degan ma'noda gapirishgandi. Asosiy yo'nalishga to'xtalaylik, Avaz aka. Asosiy yo'nalishimiz shu metalldan darvozalar, har xil darvozalar, har turdagi kachilaklar. Shunga o'xshagan narsalar yasaymiz. Buyurtmalariga ko'ra. Zayniddin aka, bu mana darvozalarni biz ko'ramiz, bugun turli tumanlari bor. Haligi darvoza yo'nalishida ham rivojlanish juda. Haligi darvozada bitta futboldagi darvoza o'zgarmayapti-da. Qolgan xonadondagi darvozalar o'zgaryapti. Necha yildan beri aynan shu yo'nalishdasiz? Bu yo'nalishda 3 yil bo'ldi. Hunarmandchilik sohasida 3 yildan beri faoliyat olib boramiz. Juda ham yaxshi. Keling yana bir jihatga to'xtalib o'taylik. Bugun bir xalqda yaxshi gap bor. Hunardan unar degan. Bir odamlarni mushkulini oson qilib, ularga bir albatta yaxshi haq evaziga qilinadi-yu, lekin uni rozi qilish masalasi ham bor-da. Bugungi kunda shogirdlar tayyorlanayotgandir. Aynan qanday bir yaxshi yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan, shu haqida ham. Endi shogird endi xudo xolasa bor, shogirdlarimiz ham bor. Misol uchun o'zingiz yashayotgan, istiqomat qilayotgan mahalladagi yigitlar, o'zimizning mahalla, o'zimiz tanish, o'zimiz og'aynilarimiz. Shunga o'xshagan shogirdlarimiz. Qanaqa bo'layapti haligi ustoz shogird an'anasi bu yerda? Sizning yo'nalishingizda? Hozircha yaxshi ketyapti, ustoz shogirdlikda. Hunarmandchilikka qiziqadiganlar o'zimizning mahalladan keladi, qiziqqan yosh bolalar o'rgating deb keladi. O'sha soha bo'yicha ekan o'rgatamiz, qaraydi, ko'zi o'rgatadi, o'rganib qiziqishi bo'lgan inson o'rganaverar ekanda. Hozircha shogirdlarim bor. Qiyin soha baribir, juda ham qiyin. Sabr toqat talab qiladi insondan. Hech chida olmasdan ketib qolganlari ham bo'lganmi orasida? Bor, unaqalari ham bo'lgan. Sabr chidamay. Shundaqalari ham bo'lgan. Sabr toqat talab qiladi. Umid aka yuqorida suhbatlashganimizda mehmonlarimiz aytib o'tdilar, mana bu yasalgan laylaklar bu ortgan buyumlardan yasalgan, Umid aka. Bu darvozadan yoki shunga o'xshash narsalardan, ortgan buyumlardan mana shunday narsalar, chiroyli narsalar yaratishgan ekan. Keling, o'ziga Zayniddin aka, bu g'oya kimdan keldi? Haligi bir temirlarni tashlab yuborayotganda kimdir xayoliga kelib qoldimi? Evrika, bunaqasi ketmaydi. Bundan ham nima yaratish mumkin-ku deb. Bizda hozir g'oya bundan ustachilik qiladigan bo'lsak, darvozalar yasaymiz, xo'p, vishilkalar yasaymiz. Mana bu har xil narsalar, temir metallar buyumlar yasayganimizda adxotlardan keyin qarasak, chunki bu ham metaldan bo'ladi-ku. Sxemasi bo'lgan qanot qismlari, tasvirchilarimizga iltimos qilardik. Qanot qismlari va pastki gipsdan ekan. Asosiysi gipsdan bo'lar ekan, lekin ichi temir. Ichi temir. Estirtga keyin ishlov gipsdan ishlov beriladi. Bu yerda hozirgi kunda bahor fasli, yoz kelyapti. Odamlar uyda hovlisiga, tomorqaga kirganda, o'tirganda qo'yib qo'ysa odam shunday bag'ri dili ochiladi deb o'ylayman-da o'zim mustaqil. Albatta. Mana studiyamizni ham hozir o'zgacha ko'rinishga keltirib qo'yishdi bular. Bular uchib ketmaydi, shunisi yaxshi. To'g'ri. Odamni cho'chitib, bitta narsa qiziq bo'layapti-da, mana bu gips va boshqa mahsulotlarning bir qorishmasida mana bu baribir tashqi hududga qo'yiladi, ya'ni hovli qismiga qo'yiladi, ko'chaga qo'yiladi. Ta'sir qilmaydimi
issiqda, sovuqda, yomg'ir bo'ladi, qor bo'ladi. Turaveradi, bir xil turaveradi. Rangi Bir xil ham turadi. o'zgarib ketmaydi demak. Rangi o'zgarmaydi, turaveradi. Juda ham yaxshi. Keling endi eng asosiy va tomoshabinlar uchun ham men uchun juda qiziq qismi, narxlari qancha bularni? Ularda narxlari 150 mingdan 500 minggacha sotyapmiz hozirgi Kichkina zamon. kattaligiga. Katta kichikligiga qarab ketaveradi. Qarang, haligi tashlab yuborish mumkin bo'lgan narsadan ham Foyda olishyapti. daromad orttirilyapti. Bu juda ham yaxshi. Endi shogirdlarni o'zi ham yasab o'zlariga haligi non, choy puli deydi-ku. Xuddi shunday yaratishayotgan bo'lsa O'zini bilish kerak deyishadi-ku. va men akalardan bir dona sizga bir taklifim bor edi. Xo'p, Va hozir ayni paytda bizda reklama vaqti kelib qoldi. Mana shu reklamani o'tkazib olsak, Tavfiz aka, Zaydin aka, keyin suhbatimizda davom etsak. Xo'p, bo'ladi. Birgalikda reklamani tomosha qilib o'tkazib boramiz, marhamat. Ko'kmari vaqt bilan sinalgan sifat. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport. Telefon 1329. Paradik. Avantika shifokor. Bolangiz ichi bo'lsa-dam, g'am yemang hech ham. Maxikol berar yordam. Uyqusizlik, xavotirlanish, ayniqsa homiladorlik vaqtida toliqish, stressi bor, stress yo'q. Iftorlikda vitaminlarga boy Pure Milky kefiri bilan salqinlikni his eting. Gornetsa, xonadoningiz mazali taomlarga to'lsin. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan premium avtomobil. Exit. Iftorlikni Essiya mahsulotlari bilan qiling. Ramazon muborak bo'lsin. Muqaddas Ramazon oyini premyer bilan xotirjam o'tkazing. Ipak yo'li banki Mastercard kartalari bilan Londondagi UEFA Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanmani yutib oling. Quvonchli onlardir mohi Ramazon. Milter tilagimiz bo'ling sog'-omon. Ziflerdan inventorli konditsionerlar 3 789 000 so'mdan boshlanadi. Paradik. Avantika shifokor. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia do'konlardan so'rang. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Yangi qo'yliq katta bozor ochilishiga oz qoldi. Kadastrli do'konlarda xarid qilishga ulgurib qoling. Ishonchli va barakali. Oyiga 5 million so'mdan 10 million so'mgacha to'lov qilib, Kamol Construction'dan xonadon xarid qiling. Ishonchli va barakali. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport. Telefon 1329. Paradik. Avantika shifokor. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia do'konlardan so'rang. Ziflerdan inventorli konditsionerlar 3 789 000 so'mdan boshlanadi. Ramazon oqshomlarida mazali Pure Milky sirog'i bilan zavq oling. Gornetsa, mazali taom uchun to'g'ri yechim. Tez kunda O'zbekistonda Opel nemis sifati. Iftorlikni Essiya mahsulotlari bilan qiling. Ramazon muborak bo'lsin. Sila Kremniya o'zimizning tabiiy boyliklar o'z dehqonlarimiz xizmatida. Muqaddas Ramazon oyini premyer bilan xotirjam o'tkazing. Ipak yo'li banki Mastercard kartalari bilan Londondagi UEFA Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanmani yutib oling. Quvonchli onlardir mohi Ramazon. Milter tilagimiz bo'ling sog'-omon. Paradik. Avantika shifokor. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Tomoqdagi og'riqning sababi turlicha. Worsels tomoq og'rig'iga qarshi yordam beradi. Migrafen Kiddo. Kasal bo'lma bolajon. 1 kvadrat metr 7 million so'mdan 8,4 million so'mgacha. Yangi qo'yliq turar joy majmuasi. Oyiga 5 million so'mdan 10 million so'mgacha to'lov qilib, Kamol Construction'dan xonadon xarid qiling. Ko'kmari vaqt bilan sinalgan sifat. Biznesdagi barqarorlik boshqalarning siz haqingizda juda ko'p bilishlariga bog'liq. Buni
o'zingiz ham tushunasiz. Unda nimaga ikkilanyapsiz? Marhamat, Jizzax viloyat radio kompaniyasining reklama xizmatlaridan foydalaning. Tadbirkor va ishbilarmonlar, hamkorligimizdan so'ng mahsulotingizga talab oshadi. Xaridorlaringiz ko'lami kengayadi. Barcha sohadagi yangilik va natijalarni esa jamoatchilikka tezlikda yetkazamiz. Bundan tashqari, o'zingiz, yaqinlaringiz haqidagi ko'rsatuv va radio eshittirishlarga ham buyurtma berib, unutilmas lahzalaringizni tarixga muhrlashingiz mumkin. Bizni nafaqat Jizzax, balki Sirdaryo, Samarqand, Toshkent va Navoiy viloyatlarida ham tomosha qilishadi. Bu degani siz uchun imkoniyatlarning tobora kengaygani. Ish uslubimiz esa yuqori sifat, arzon xizmat. Shoshiling, siz bilan hamkorlikka tayyormiz. Telefonlarimiz 72 kodi bilan 226 08 50, 91 kodi bilan 193 55 66. Davom etamiz do'stlar, hunarmandlarimiz Avaz aka va Zaynab aka bilan suhbatimizda davom etar ekanmiz. Boya bir masalaga to'xtalib o'tdik. Shogirdlar ham bormi mahallada bir? Chunki usta ahli borki, shogirdlariga bir hunarni o'rgatayotganda, meni shogirdimmisan, biz bir kemadamizmi, bir qayiqdamizmi? Bu uslubni, ya'ni o'zingni rozi qilishing kerak bizga buyurtma beruvchilarni degan bir qoidada bo'lishadi baribir. Albatta. Endi hozir bizni tomosha qilayotganlar orasida endi qiziqish bor, lekin ikkilanib turgan. Endi baribir biror bir kasbga kirayotganda unga mehr qo'yish kerak bo'ladi. O'sha ishni yaxshi ko'rish kerak bo'ladi. Va shu bilan birgalikda bizni tomosha qilayotganlar orasida daromadiga ham qiziqayotganlar bo'lishi mumkin-da. Shogirdlarga o'zi bir qanchadan bir daromad taklif qilinadi. Endi kelishi bilan falon pulni qo'liga tutqazib qo'yilmaydi-ku. Endi daromadimiz ishimizga qarab birinchi o'rinda. Keyin mana qiladigan ishi boshida kelganlarga sal kamroq. Keyin o'rganib yaxshi mukammal o'rganganlarga sal ko'payadi. Ko'payib, sal o'ziga qarab, shunga qarab nima qilamiz. Zaynab aka, bu dastgohlar ham juda ko'pdir-a? Ha, dastgohlar ancha ko'p. 15 ga yaqin dastgohlar bor. Ular bilan ishlashni o'ziga xos texnikasi bo'ladi baribir. Ularni qanday bir shogirdlarga kelayotganda, chunki baribir dastgohlarda ishlash murakkab hisoblanadi ba'zilari. Shuning uchun gapirsam. Marhamat. Keladigan o'sha shogirdlar, yangi shogirdlarga birinchi dastgohlarni qanday ishlatish. Buni xavfli nimalar ham bor-da dastgohlar. Qo'lni kesadigan, diqqatni yo'qotib sal be'tiborroq ishlasa, xavfliroq bo'ladi. Shuning uchun boshlanishida o'sha dastgohlardan boshlab tushuntirib, texnika xavfsizligi yo'qolgan holda shundan boshlaymiz. Juda yaxshi. Dizaynni qanaqa bo'ladi endi? Uni eshiklarini yasalayotgan buyumlarni dizaynini faqat o'zingiz qilasizmi yoki xaridorlarning fikri ham inobatga olinadimi? Birinchi o'rinda xaridorlarning fikri. Nima qilinadi? Reklamamiz bor, reklamada qaysi birini tanlasa, qaysi biri ma'qul bo'lsa, yoqsa, shunga qarab qo'shimcha kirish kerak bo'lsa, o'zimiz qo'shimchalarni kirgizib, shunga qarab yasab beramiz. Katalogga ko'ra. Haligi bir bo'lsa kerak endi baribir. O'zi oldindan tanlab ketadi-yu, lekin biroz injiqlik qilayotganlar. Bularga qanaqa chiqishlar qilinadi? Ya'ni chiqishlarga vaziyatdan chiqishlar. Endi vaziyatdan chiqish iloji boricha harakat qilamiz, ko'niga o'tkazadigan qilib. Shunga qarab ish qilamiz. Klient masala ham hozir qiziq bo'lishi mumkin-da. Endi bilmadim, bu yo'nalishni hozir men ham bilmaysanmi, Karol deyishmasin, teletomoshabinlarimiz. Haligi mavjud darvozalar ham bir rekonstruksiya ko'rinishida bo'ladimi? Sizlarning xizmatingizda bormi bunaqasi? Haligi murakkab bo'lmay, lekin shakl berishni ham imkoni bo'ladimi yoki shakl kerakmi unda? Shakl bermas deyish, mana bo'yoq bo'lishi mumkin. Yo bir ko'chka svorkada bo'lishi mumkin. Shunaqalarni qilamiz.
kelajakdagi maqsadlar qanday? Yanada kengaytirish, mana bunday narsalarni yanada ko'paytirish maqsadlari bo'lsa kerak. Shunday, albatta kelajakdagi maqsadlarimiz yanada ish faoliyatimizni kengaytirib, kattaroq ish qilib, bunaqa ishlar sekin-sekin rivojlantirib, qo'shimcha ishlar qilib, shunaqa ish qilmoqchimiz endi Xudo xohlasa. Nasib. Va Avaz aka, Zaynab aka, sizga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Kasb-koringizga baraka bersin va shogirdlaringiz soni ko'payib, mijozlaringiz ham ko'payishini tilakdoshmiz. Aziz teletomoshabinlar, biz esa davom etamiz.